9. günü hazır 90 günlük chiniqishga jang e'lon qilishning 2. günü hazır chiniqishni boshlayman. Bugünkü tungunga o'xshamaydigan yeri bugun butkul chiniqish jarayonini filmga olmoqchi. Naq maydon orqali taqdiman. Naq maydondan keyin benim kanalimda bu filmni ko'ra olasiz, saqlab qo'yman. Hozir boshlamoqchiman chiniqishni. Boshlab ketaman. Bugünkü chiniqishning ismi T25 speed, yani tezlik. Chiniqishninki umum vaqti 25 minut. Asasen chiniqa vaqtda filmga qarab chiniqaman. Aslida filmni qo'yib qo'ydim.
Öğrek pişirip koyay.
Bugungi T25, T25 Speed 1 yani tezlik bir degan 90 kunlik chiniqishning ikkinchi kuni bugun tamomlandi. Hatta yangi chiniqishda naq maydonda ko'rishimiz. Albatta bu chiniqish her vaqt bizden güçlük irade talep buldu. Şunun bilan birga hamda chiniqish bilan bilamiz jismoniy jihatdan sog'lom bo'lish uchun oziqlikqa diqqat qilish kerak. Ya'ni sog'lom bo'lmagan yemekliklar, badanga ziyni bor yemekliklardan, neri turish ichimliklardan, yemekliklardan kerak. Ondan başqa yana bir muhim diqqat qilish tegishli ish uxlash. Yani sifatli uxlash uchun kundalik chiniqishimizni davomlashtira olsak, badanimizmi ham uyquga muhtoj bo'ladi. Sog'lom oziqlikni hem shundoq sog'lom oziqlanishni davomlashtirsak, bizning uyqumizga albatta foydali. Yaxshi uxlasak, yangi bir kunini texmi yuqori irade bilan, yuqori kayfiyatda başlay olamiz. Chiniqish orqali uni texmi yuqori pallikka ko'targil bo'ldi. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.